Notanish jinsiy aloqa. Tanimagan, bilmagan, ishonchsiz teshiklarga burningizni qo'yavermang. Aks holatda birinchi navbatda moyakka infeksiya bilan to'ldirasiz. Jinsiy infeksiyalarni yuqtirib olganingizdan keyin bitta yiringlaydida, ana undan keyin spermani sira sifati ko'tarilmaydigan bo'lib qoladi. Shu bilan birgalikda o'zini jinsiy qoniqtirgan yigitlar ham jinsiy suyuqlik chiqib ketganidan keyin moyaklar yaxshilab tahorat olinib, yuvilib, uchidagi shu sperma shilmoshqlarini tozalab, iloji bo'lsa sovunlab yuvorib, u yerga infeksiya to'planmaydigan yo'lini qilib qo'yishingiz kerak. Urug' suyuqligi chiqqandan keyin oradan 5-10 minut o'tib, erkak kishi siyib tashlash kerak va yaxshilab yuvib yuborish kerak va yaxshilab yuvib yuborish kerak. Bo'lmasa, u yerda spermani tarkibida oqsili ko'p bo'lganligi uchun tez infeksiya yig'iladi va jinsiy a'zodan moyakkacha yo'l qisqa bo'lganligi uchun moyak shamollatib arxit degan kasallik keladi.